Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Kecha menga bitta xabar keldi. Xabarni ochib ko'rsam, xo'p degan yerga g'iybatchan qilishibdi. Biznikini tramplin qilib, erdan bu yoqqa sakrashibdi. Endi nima ham deymiz? Bizniki yoqib qo'ygan bo'lsa, hech narsa demaymiz, bemalol foydalaninglar. Faqat ehtiyot bo'linglar. Sal sho'xri tepaga ko'tarilib pastga tushayotganlaringda bo'yinlaring bilan shu bo'yinlaring sinib ketmasin. Bu gapni o'zini egalari bor do'stlar, bu hammaga tegishli emas. Hozir zvukni ham qo'yib beraman, o'zlaring eshitasizlar, kimligini ham bilib olasizlar. Otash akam orqasida katta bo'lib ketganda u. Jigaringizni, yuragingizni yarim edi yoshligida. Mani ko'targan inson yo'q, siz bilan yurib ko'tariladi, unaqa. O'zi gapirgan insonlarning vahshi o'rni yo'q. Istanbulda ham, o'zi umuman hayotda ham o'rni yo'q. Taktiga qurib ketgan odamlar. Manikini kamroq tramplin qilinglar, iltimos. Men sizlarning hayotlaringni muhokama qilmayapman, meni ham hayotni muhokama qilmanglar. Endi agar mani yoqib qolgan bo'lsa, shunchalik kelinglar, malik sizniki yoqib qolgan. Bitta tramplincha qilib sakraylik desalar, berib turaman, bitta sakra olishlaringga faqat. Unga ham yiqilib bo'ylaringiz sinib ketishsa, men javob bermayman. Meni g'iybat qilib, meni u ko'targan, avvalambor rahmat sizlarga. Shu malikni ko'tarilib ketganini tan olasizlar ham yaxshi. Endi mevali toshga daraxt otiladi degan gap borki, Korchi nima ham deymiz bunaqa insonlarga? G'iybat qilishni davom etinglar. Orqadasizlar, boshqa nima qilasizlar? O'zlaring ko'tarish qo'llaringdan kelmaydi, orqadan g'iybat qilasizlar-da. Sal meni hayotimdan chetroqda o'ynanglar. Agar xohlasanglar, men ham sizlarning hayotlaringni, hayotda kimliklaringni olib chiqib beraman. Ba'zi bir insonlar. Yana do'stlar xafa bo'lmanglar, bu video, bu gaplar o'zini egasi bor. Hammaga tegishli emas.